Navbatdagi mavzu romb va aylana. Ma'lumki, demak, rombga ichki aylana chizish mumkin. Har doim, demak, har qanday rombga, demak, ichki aylana chizish mumkin. A, B, C, D. Uning markazi diagonallar kesishgan nuqtada bo'ladi. Demak, diagonallar kesishgan nuqtada bu ichki aylananing markazi joylashgan. Agar AB tomonga, demak, mana K nuqtada urilgan bo'lsa, demak, OK bu ABga perpendikulyar, ya'ni radius urinmaga perpendikulyar. Agarda ushbu OK ni davom ettiradigan bo'lsak, mana CD tomonga urilish nuqtasi hisoblangan, demak, N nuqtadan ham o'tishi mumkin. Ya'ni agar bu KN ni yarmiga teng, bu esa demak balandligini yarmiga teng bo'ladi. Agarda o'tkir burchagini alfa tomonni A deb kiritadigan bo'lsak, bu yerda mana A sinus alfa bo'lingan 2 tarzdagi, demak, dastlabki formulani aniqlash mumkin. Demak, ichki chizilgan aylananing radiusi rombga balandligini yarmiga teng va A sinus alfa taqsim 2 ko'rinishda aniqlash mumkin bo'ladi. Ma'lumki, demak, diagonallar AC D1 ga, BD demak D2 ga teng bo'lsa, u holda BO D1 taqsim 2 ga, CO esa demak D2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. BC tomondagi urinish nuqtasi masalan Y deb kiritadigan bo'lsak, tabiiyki, demak, OY bu BOC to'g'ri burchakning demak gipotenuzaga tushgan balandligi hisoblanadi. U demak katslar ko'paytmasini gipotenuzaga nisbat ko'rinishda aniqlanishi mumkin bo'lar ekan. Demak, mana bu radiusga teng. Navbatdagi formula bu ushbu ko'rinishda bo'lishi mumkin bo'ladi. Ichki aylana radiusi orqali ham, demak, va tomon orqali rombning yuzi, demak, 2 ko'paygan AR ko'rinishda aniqlanishi mumkin. Endi uchburchak, demak, mana AOB da, AOB uchburchakda to'g'ri uchburchak bo'lganligi sabab OK ni kvadrati, demak, AK ko'paytirilgan BK, ya'ni R kvadrat bu AK va BK ni ko'paytmasiga teng bo'lishi mumkin. Chunki, demak, to'g'ri uchburchakning gipotenuzaga tushgan balandligining kvadrati katslarni proyeksiyalar ko'paytmasiga teng degan, demak, formulamiz bizda mavjud. Endi mana burchak OCY ni 90 minus alfa taqsim 2 ligini juda ham yaxshi bilamiz biz. YOC esa demak alfa taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu yerda demak mana kosinus alfa taqsim 2 ni bu OY taqsim OS ga tengligidan OY kesma bu OC ko'paytirilgan kosinus alfa taqsim 2. Ya'ni boshqacha aytganda OY demak bu R ga teng, OC D2 taqsim 2 ko'paytirilgan demak kosinus alfa taqsim 2 ga teng bo'ladi. Xuddi shunday demak munosabatni uchburchak demak BOY da ham qilish mumkin. Ma'lumki, demak mana OBY burchak alfa taqsim 2 natijada sinus alfa taqsim 2 ni topadigan bo'lsak, bu OY bo'lingan OB ga teng va OY barobar OB sinus alfa taqsim 2. Bundan demak R barobar D1 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus alfa taqsim 2 tarzda topilishi mumkin bo'ladi. Bu ikki tenglikdan birinchidan demak kosinus alfa taqsim 2 bu 2R taqsim D2 ga, sinus alfa taqsim 2 ni demak 2R taqsim D1 ga teng ekanligini topishimiz mumkin va tengliklarni kvadrat ko'tarib qo'shadigan bo'lsak, kosinus va sinus kvadratlari ham 1 bo'lganligi sababli bu yerda D1 ning minus 2 darajasi, D2 ning minus 2 darajasi bu 2R ning mana minus 2 darajasiga teng degan ayniyat hosil bo'ladi va qachonki demak rombning diagonallari ma'lum bo'lsa, unga ichki chizgan aylananing radiusini aniqlash mumkin bo'ladi. Ya'ni bunga doir biror masala ko'raylik. Mana ushbu yuqoridagi demak dalillarga asoslangan masala ko'radigan bo'lsak, rombning tomoni 6 ga teng, unga ichki chizgan aylananing radiusi 1 bo'ladigan bo'lsa, rombning o'tkir burchagining kosinus alfasini toping. Ya'ni burchak kosinusini aniqlash talab qilinyapti. Ma'lumki, demak radiusi 1 bo'ladigan bo'lsa, demak unga tushirilgan, ya'ni romb balandligi 2 ga teng bo'ladi. Romb chizadigan bo'lsak, uning o'tkir burchagi alfa va uning balandligi mana 2 ga teng, rombning tomoni 6 ko'rinib turibdiki, sinus alfa demak osongina 1 taqsim 3 ekanligini topish mumkin. Masalan, sharda kosinus alfani toping deyotgani bois, demak uni formulaga ko'ra 2 ilzosta 2 taqsim 3 ekanligini aytish mumkin bo'ladi. Alfa demak o'tkir burchak. Shu boisdan demak musbat ifodani, musbat qiymatni tanladik. Yoki demak rombning diagonallari mana 6 va 8 ga teng bo'lsa, unga ichki chizilgan aylananing radiusini aniqlash talab qilinyapti. Buni oxirgi demak yozilgan formulamizga ko'ra aniqlashimiz mumkin. Mana masalan, oxirgi formulamizga ko'ra 6 ning minus 2 darajasi,
8 minus ikkinchi darajasi bu 2r ni minus ikkinchi darajasiga teng. Hisob kitoblarni amalga oshirsak, bu yerda 48 ni kvadrati, yuqorida esa mana 10 ni kvadrati hosil bo'ladi. Bu 1 taqsim 2r ni kvadratiga teng. Natijada 20r ni kvadrati bu 48 ni kvadratiga teng. 20r 48 ga va r radius 2.4 ga teng kelib chiqadi. Yoki buni chizib, masalan, robni tasvirlab uning diagonallari demak kesish nuqtasi tengiga bo'linishiga ko'ra 3 va 4 deb belgilaymiz. Tomon uzunligi 5 ga teng bo'ladi mana va 3 4 5 uchburchakning tomonlari, to'g'ri uchburchakning tomonlari gipotenuzaga tushgan balandlikni so'ralyapti. Mana ushbu tarzda demak uni 2.4 ekanligini ko'rsatish mumkin bo'ladi.